Diqqat, Dushanbadan tayyor turing. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Ushbu xabar boshqalarga ham yetib borishligi uchun video ostiga bir dona like bosib, bizga obuna bo'lib qo'ying. Diqqat qiling, O'zgidromet 2-fevral dushanba kuni uchun ob-havo prognozni e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, vaqti bilan yomg'ir yog'adi, harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 6-11 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi, harorat kechasi 4-9 daraja iliq. Shimoliy cho'l hududlarida ba'zi joylarda 0-2 daraja sovuq, kunduzi 11-16 daraja iliq. Shimoliy cho'l hududlarida ba'zi joylarda 6-11 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 6-11 daraja iliq, kunduzi 11-16 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 3 daraja sovuq, 2 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarda qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Yo'llarda ba'zi joylarda yaxmalak kuzatiladi. Qor ko'chish xavfi bor. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi.